Xo'p, do'stlar, BMW Troshka chiqib qolibdi Andijon mashina bozoriga. Ko'ringlarchi, juda ham qiziqqan, juda ko'pchilik qiziqqan mashina. Shu joyda to'xtatib akalar, bittadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyin obuna bo'lish esdan chiqib qoladi akalar. Mashina realniy like-ga arziydi, chunki mashinaning ob'yomi 208, 1999-yilda ishlab chiqarilgan. Probegi 300, qancha dedi 313,5 ming yurgan mashina. Holatlari juda ham chiroyli holatda turibdi. Elektropaket parametrlarigacha bor, avtomat korobka. Salon holatlari ham chiroyli holatda turibdi. Svet qanaqa bu? Baklajon svetmi bu? Temniy siniy akalar. Gaz bormi yo'qmi? Gaz yo'q, benzinda. Mana realniy oladiganlarga qanchaga berib olamiz? 9 baho aytyapmiz. Mashinamiz tekis. Aha. Endi oldi kapot bilan orqa kapotda kraskasi bor. Kraska qanaqa? Oldi orqa kapotda kraskasi bor. Ana polirovkacha ochayotganda tagini ochib qo'ygan. Aha. Ashuni hisobiga atak udari yo'q. Udari yo'q, tekshirtirib ko'rsatib oladi har tomonlama. Motor aptol yemaydi. Aha. Hamma yo'g'i yaxshi ishlaydi. Hamma yo'g'i yaxshi holatda, luklarigacha bor. Elektron sidinyalar ham elektron. Motor korobka hadovoy umuman asoti yo'qmi? Hamma yo'q. Bu sabablar beradigan holati yo'q. Faqat minish kerak. Faqat minishga Shahsan benzin ham yuraveradi. xo'p bo'ladi. 8 ming dedingiz buni? 8 ming bo'ladigan sotilish. Sotilish 8 ming. 9 baho aytyapti. 9 baho aytilyapti. Bozor qilgan bo'lmadimi o'zini haqqi? Bozorlar bo'lyapti. Qanchaga bermadingiz? Real